Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugungi bemorimiz Kandahorov Bahodir, 84-yil bemorimiz. Bemorimizning hozir shikoyatlarini so'raymiz va qanaqa shikoyatlar bilan kelgan bemorimiz bilan suhbat qilamiz. Tanishib olamiz bemorimiz bilan. Men Kandahor Bahodirman. Mashqajon bo'yicha kelganman shikoyat qilib. Qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan keldim. Qashqadaryodan keldingiz. Bizning klinikamizdan qayerdan topdingiz? Kim aytib tavsiya berdi? Instagram orqali ko'rib yuraydik. Yaxshi. Bemorimiz bizga murojaat qilganlar, tekshiruvlarni o'tkazsak agar oshqozonni proksimal qismida o'simta aniqlangan. Bemorimizga kimyoterapiya tavsiya berildi. Afsuski bemorimiz noregulyar vaqtida olmagan kimyoterapiyani shu sababli o'simta kattalashgan edi. Keyin bemorimizni yana tekshiruvlar qilganimizda dinamik kuzatuvda yana tavsiya qildik kimyoterapiya olishga. Bemorimiz vaqti-vaqtida keyin kelib kimyoterapiyani oldilar. O'simta kuchaydi va operatsiyaga tayyorgarlik qildik bemorimizni. Bugungi kunga operatsiya amaliyoti bajarilib bo'ldi. Bemorimizga laparoskopik usulda totalniy gastrektomiya amaliyoti bajarildi. Limfa tuglarning hammasini tozalab olindi va Brownskiy solutsiya bo'yicha ezofaga entera va entera anastomoz amaliyoti bajarildi laparoskopik usulda. Bemorimizning ahvoli qoniqarli, ichi kelgan, ovqatlanish tartibi boshlangan, kayfiyatlari zo'r. Shikoyatlar yo'qmi hozir? Yo'q, shikoyatim yo'q. Kayfiyatingiz zo'rmi? Kayfiyatim zo'r, yaxshi. Yuribsiz koridorda, ovqatlanyapsiz. Ovqatlanyapman. Ichi kelishi yaxshi. Yaxshi. Muammolar yo'q. Muammo yo'q. Yaxshi. Xudo xolasa 1-2 kunda bemorimizga javob beramiz. Bemorimizga sog'lik salomat tilaymiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'rishaylik.